Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 6-yanvar 2026-yil Index Avtomotorsdagi ish jarayoni bilan ko'rishingiz mumkin. Mana O'zbekistonning barcha viloyatidan kelishgan. Avvalambor bizga hamma ishonib kelganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bizning ofisimizda bank xodimi o'tiradi. Hamma ishlarni biz o'zimizga hal qilib beramiz. 6-yanvar soatimiz millari 16:00 ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha viloyatidan kelishgan. Hammaligisi Labo, Tracker, Onyx raskrochkaga olishyapti. Index Avtomotorsdagi holat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Bizani O'zbekistonning barcha viloyatidan bizani ko'rib turganlarga, musofirlar aka-ukalarimizga ham hammaga assalomu alaykum deymiz. Yangi yil 2026-yil hammaga qutli, barakali bo'lsin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. 2026-yilda birinchi marta video qo'yamiz. Hozir biz sizlarga Index Avtomotorsdagi ish jarayonlari va Labo, Van, Tracker haqida to'liq ma'lumotlar aytishga harakat qilamiz. Hozir наличиеda tayyor, avtosalonda tayyor Tracker, Onyxlarning hamma pozitsiyalarini, ranglari har xil, xohlagan ranginglarda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi rassrochka asosida. Rassrochka yopildimi deganlarga rassrochka yopilmadi, rassrochka davom etyapti o'rtoqlar. Bemalol kelib Index Avtomotorsga murojaat qilsanglar, hamma ishlarni o'zimizda hal qilib beramiz. Hozir наличиеda tayyor shu Tracker, Onyx'ni hamma pozitsiyasi xohlagan ranginglarda olsanglar bo'ladi. Endi Damas, Van, Labo, Kombi so'rayotganlarga ularni ozgina kutiladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz biz. Sirazi chiqib hal qilib berishga. Hozir mana ko'pchilik hozir ichkarini ham syomka qilib ko'rsatadi. Labo, Damaslarni ham hal qilib beryapmiz. Ular bizga Telegram orqali, mana tegida ko'rib turibsizlar, Telegram orqali bizga pasportligini tashashgan, ularni pasportligini bank xodimi bizda tekshirib, ularni bron qilib, Damas olsa Damas, Labo olsa Laboni bron qilib, biz ularni chaqirganmiz. Ular hozir mana ish jarayonida, hozir bank ish jarayonlari tugab, ular mashinaligini uyga haydab ketishadi. Lekin hozir to'lab qo'ysanglar, Damaslarga, Kombilarga 15 kun, 20 kunlarda chiqyapti. Hozir sizlar bilan Index Avtomotorsdagi ish jarayoni bilan sizlarni tanishtiraman, videoni uzmasdan. Bizani manzilimizni ko'pchilik so'rab boradi. Bizani ko'pchilik manzilimizni so'rab boradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Toshkent shahar Yangi Hayot tumanida joylashgan. Toshkent Indexda Y30 blokida joylashgan. Mana Index Avtomotors deb yozib qo'yilgan. Bizani ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. Mana hozir ish jarayoni bilan sizlarni tanishtiraman. Olasizlar mana ikkilamchi mashinalarni ham ko'rsatib operator. Olasizlar ikkilamchi mashinalarni, Cobalt, Gentra, Tracker, olagan mashinalarni qilib beramiz. Bizda faqat anu yangi degan narsalar yo'q. Ikkilamchi, birlamchi mashina temasi bo'lsa bo'ldi, hamma ishlarni biz hal qilib beramiz. Mana hozir bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Mana Index Avtomotorsdagi mana ish jarayoni hozir hech kim bilmaydi, mana kirib kelyapmiz mana. Mana odamlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma viloyatlardan kelishgan. Mana bu yerda bank xodimi o'tiradi, bizga xizmat ko'rsatadi. Mana hamma viloyatdan, O'zbekistonning barcha viloyatidan kelishgan. Mana akam qayerdan keldingiz aka? Mana syomka bo'lyapti, неожиданно kirdik mana. Qayerdan keldingiz o'zida? Toshkent viloyatidan, ha? Mana akam qayerdan keldilar mana? Qaysi viloyatdan keldingiz aka? Qo'qon shahardan. Qo'qon. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Yesharqdan mana keyin bilan kelishgan mana. Mana bamba akam mana Samarqanddan kelganlar. Samarqanddan qayerdansiz aka? Mirobodjondanman. Mana. Bular hammaligisi Labo olishyapti. Bular bizga pasportligini tashashgan. Biza pasportimiz mana bank xodimi mana shu yerda o'tiradi. Pasportligini tekshirib, Laboni bron qilib, tayyor qilib ularga chaqirganmiz. Bizga hamma pasportini tekshirib, bank xodimi kredit store tarix toza bo'lsa, biza bron qilib keyin chaqiramiz. Ko'pchilik viloyatdan kelishgan. Mana akam Surxondaryodan kelgansiz. Boysundan. Surxondaryo Boysundan. Aka, mana bizdan ko'rib turganlarga nima deysiz? Ishoninglar, haqiqat olyapmiz mana Labo. Aha. Pasportingizni olib chiqib ketamiz. Xudo xolisa. Pasportingizni tashladingiz. Ha, pasport Bron qildik, keyin sizni chaqirdik. Kecha tashladik, bugunga olib ketyapmiz. Mana. Bizda anu неожиданно kirib qoldim. Mana hammalik jim bo'lib qolishdi, hozir o'rta falan bo'yatdi. Mana bu akalarimiz mana qayerdan keldingiz aka? Qashqadaryodan kelganlar mana bu akamiz. Umuman olganda O'zbekistonning barcha viloyatlariga bitta pasportga ish joy, kafil, mafil degan narsalar yo'q. Index Avtomotorsda xizmat ko'rsatish
xizmat ko'rsatish nima u? Bizani ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. Bu yoqqa borib, bu yoqqa borib yurmaysizlar. Mana shu ofisga kelasizlar, choy, kofe ichib o'tirsanglar, bizani yigitlarimiz hamma ishlarni hal qilib beradi. Avvalambor hammaga 2026-yil qutli, barakali bo'lsin, hammaga yangi mashinalar nasib qilsin. Mana shu tagida ko'rib turibsizlar, hozir ekran tagida ko'rib turibsizlar. Mana shu Telegram raqamlar bor, mana shu nomerlarda. Telegram raqamdan shu nomerga pasportinglarni tashlasanglar, pasportinglarni bank xodimi tekshiradi bizada. Bank xodimi kredit stori tarixini toza degandan keyin biz sizlarni Damas olsanglar Damas, Labo olsanglar Labo, Van, Kombi, Tracker, Onyxdan xohlagan mashinanglarni bron qilib, hamma narsani naqd qilib sizlarni chaqiramiz. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz aziz yurtdoshlar.